Birazcık özgürmeler muşvaqtınla xeyirlik olsun. Aydın Mumur hoş geldinglar. Bugün ben bir kitapni tanıştırmoqchi. Kitapning ismi Nimishqa millatlar mag'lub bo'ldi. Yani bu kitap Darun Ajamoğlu ve James Robinson tarafından yazılgan. Kitapni undaq bir xulosa bilan boshlayman. Kitapta iqtisodiy barobarsizlikniki coğrafiya, medeniyet yoki boshqa omillar sababidan emas, balki ko'pincha hollarda iqtisodni xo'ritadigan tuzumlarni barliqqa keltiradigan nachar siyasi kararlar sebebinden kelip çıktığı ilgili sürdü. Bu kitapta yaktırılgan bana bir nakıl var. Namarat devletler namarat çünkü hukukunu munpul kılan kişiler namaratlıkını peyda kılgan tallaşlarını ve siyasi kararlarını kıldı. Darun Acamoğlu ve James Robinson hemen ma'lum bo'lgandek bu iqtisodiy sohada Nobel mukofotiga erishgan. Ular 2012 yilda nashr qilingan Nimishqa millatlar mag'lub bo'ldi. Huquq, ya'ni qonun, gulinish va namoratlikning asoslari nomli kitobi davlatlarning iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyat yoki mag'lubiyatlarini tushuntirish uchun siyosiy va iqtisodiy organlarning hal qilg'uch roliga markazlashgan bir asar. Bu kitap tarihi ve seliştirme tahlili arkalık nima uchun ba'zi millatlar, jamiyatlar bayaşlatlıkta terakki tapsa, yaşıvatsa, nimishqa ba'zi jamiyatlar yoki millatlar namoratlik ve turaksızlıkta e, qilish ahvolini tushunishga tirishadi. Dal mushu nuqtadan kitobning asosli tezisi shuki, bu sig'dirishchan va shumirguchi organlar o'rtasidagi farq davlatlarningki uzun muddatlik iqtisodiy ifodasini shakllantirdi. Undaqda kitobda nihoyat muhim atalg'ular var. Bu atalg'ularningki eng asosli sig'dirishchan muassasalar yoki organlar va iqtisodiy gullanish. Undaqda sig'diruvchi organlar nima degan vaqtida kitob bunday tushuntirildi. Sig'diruvchi organlar yoki muassasalar siyosiy va iqtisodiy huquqni keng jamiyat qatlamiga tarqatilgan shaxslarningki iqtisodiy faoliyatlarga qatnashishini ilhomlantiradigan va yangilik yaratishni qo'llaydigan qurilmalar deb aniqlandi, ta'birlandi. Bu organlar yoki muassasalar tuvandagi asosiy alohidliklarga ega. Birinchisi qonun ustunligi. Mülk hukukunu qo'g'dash shaxslarningki mablag' selish va kashf qilish huquqini kafolatlantirdi. Masalan, bir tashabbuskorning yoki igilik tiklaguvchininki kashf qilgan narsasining davlat yoki yuqori qatlamliqlar va yoki huquqdorlar tarafidan tortilmaydiganligini yoki musodara qilinmaydiganligini kafolatga qilish, uni xatarga tavakkul qilishga va yangilik yaratishga ilhomlantirdi. Bu ma'lumki benim bilishimcha şu patent degan narsa şu Amerikada 1700 yillarniki oxiri o'tirib chiqqan ekan. Ya'ni bir kishi agar ma'lum bir sohada yangilik yaratgan yoki ijod qilgan bo'lsa, uningki shu mulkining huquqini qo'g'dash patent orqali kapolat ega qilingan ekan. İkincisi bu sig'diruvchi organlarningki yoki muassasalarning alayli bo'lsa, keng ko'lamli siyosiy qatnashish, ya'ni demokratiyalardan alayli ta'kidlandi. Bunun degan gap degan vaqtida kitobda bunday ta'kidlandi. Siyosiy huquqninki asonliq gruppasi o'rniga kengroq bir qatlamga yayilishi. Ya'ni siyosiy huquqninki ma'lum bir asonliq yoki bu jamiyatning ustidagi yoki asonliq bir yuqori qatlam kishilarninki emas. Ya'ni jamiyatning har qaysi qatlamiga, ya'ni bu jamiyatninki butun qatlamlarga yeyilishini ko'rsatadi. Bu şu karar çıkarış jarayonlarininki texmi ko'p fikrlik bo'lishini kafolatlantirdi. Agar ma'lum siyoset qaror chiqarish ma'lum bir asonliq guruhining qo'liga munpuq qilinsa, demak bu yerda masala intayin ko'p degan gap. Ya'ni butun qaror chiqarishni masala hal qilishni jamiyatning hamma qatlamlariga yeyish va taqtish degan fikr ko'zda tutildi. De mushu ahvol jamiyatdagi umumiy manfaatga xizmat qilgan siyosatlarni yo'l qo'yish ehtimolligini oshirdi. Bu bu yeni bir alaylik bo'lsa, sig'diruvchi organlar yoki muassasalarniki alayligi iqtisodiy fursatlarga erishish. Sig'diruvchi organlar va muassasalar qarz olish imkoniyati, ma'rif fursatlari va ijtimoiy harakatchanlik qatorliq mexanizmlar orqali shaxslarniki iqtisodiy yoshirin kuchini amalga oshirishga sharoit va imkon yaratib berdi. Masalan, bir yoshninki Harvard universitetini bitirib bir shirkat qurishi va buni mablag' tepishi
sig'dirishchan iqtisodiy sisteminingki ifodasi hisoblanadi. Yeni bir alaylık olsa bu sığdırışan organlarning muassasalarniki yenilik yaratish va vayronchilik. Ijodiy vayronchilik. Sığdırışan organlar, muassasalar texniklik va iqtisodiy yeniliklarni ilhomlantirdi. Joseph Schumpeter'ninki ijodiy vayronchilik hukmi, ya'ni inglizcha creative destruction. Hukmanmaz holda bu organlar qonun tuzumlarini buzib tashlab, yeni va texmo unumli sistemlarning barliqqa kelishini kafolatlantirdi. Kitap bu sığdırışçan organlarning muassasalarining asosligi G'arbiy Shimoliy Yevropada, masalan, Angliya va Gollandiya 17-18 asrlarda taraqqiy qilib, sanoat inqilobini boshlaganligini ilgari surdi. 1688 yil 1688 yildagi bu inqilob Angliyadagi podshohlik huquqining shakllanishi va parlamentniki kuchayishi bilan sig'dirishchan muassasalarning organlarniki tikilishiga ulgu bo'ldi. Bu davrda qurilgan Angliya bankasiga o'xshash organlar iqtisodiy fursatlarninki keng jamiyat qatlamidagi kishilarga yeyilishini qo'llagan va sharoit yaratib bergan. Kitobda yana Xitoyga oid bayonlarga qaraganda, Xitoyning iqtisodiy gullanishini huquqni huquq markazlashtirgan, ammo shu iqtisodni gullanishni ilhomlantirgan bir sistema qurish orqali qo'lga keltirgan deyildi. Abdullah Xitoyning iqtisodiy gullanishini borgan siri bundoq yeyilayotgan yoki taraqqiy qilayotgan sig'dirishchan iqtisodiy siyosatlarga bog'lagan. Ammo Xitoyningki siyosiy sistemasidagi tamponliq yetarli taraqqiy qilmagan ahvol ostida 1990 yillardagi Sovet Ittifoqining yemilishiga o'xshash bir yemilish xavfiga duch kelish mumkinligini bayon qilgan. Ya'ni Xitoyda hammamiz ma'lumki, huquq markazlashgan bir siyosiy tuzumga ega, hamma narsani kontrol qilishga tirishadi. Xitoy davlati, ya'ni u yerda siyosat yoki qaror chiqarish ma'lum bir Xitoy Kommunist partiyasini monopol qilib olgan Xitoy ozg'in bir uchum Xitoylarga oid. Agar siyosiy qatnashish keng jamiyatdagi har qaysi qatlamlarga berilmagan, taqiqlanmagan ahvol ostida Xitoyda egilmaslik kelib chiqdi degan bir fikrga ega bo'lsak bo'ldi. Ya'ni Xitoyningki tez suratda ishlayotgan huquq markazlashayotgan hokimiyati davomlasimi, siyosiy islohotlar va sig'dirishchan siyosiy organlarningki taraqqiyot bo'lmasa, uzun muddatda ig'ir masalalar kelib chiqishi mumkin deyildi kitobda. Kitob dal shu nuqtadan Xitoyni huquq markazlashgan kuchli mashina deb tasvirlaydi. Bu modelning sijilligi to'g'risida ehtiyotchan pozitsiya tutadi. Bundaqda ba'zi bu millatlarningki bayashatligini dedik, bu millatlar ojiz millatlar yoki ojiz jamiyatlar adoyligi to'g'risida kitob buni ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydi. Ya'ni bundaq jamiyatlar sömürgücü organlar va iqtisodiy turoqsizlikga deydi. Ya'ni sömürgücü organlar siyosiy va iqtisodiy huquqni osonlik yuqori qatlam guruhi monopol qilib oldi. Hamda boyliqlarni bir uchun guruhninki manfaatiga mos holda ishlatadi. Bu xil organlar huquqning markazlashishi, ya'ni siyosiy qaror chiqish jarayoni bir qancha kishining yoki yuqori qatlam guruhining yoki ma'lum bir guruhning kontroli ostida bo'ldi. Masalan, Afrikadagi ba'zi diktatorlik davlatlarda yoki mustamlik hokimiyatlarida boyliqlar xalqning umumiy manfaati uchun emas, balki kichik bir guruhga buni qo'lda ilkidi bo'ldi. Mulk huquqining ojizligi, ya'ni patent huquqining ojizligi demakchi, ya'ni huquq kapolat ega emas. Sömürgücü tuzumlarda, bu davlat jamiyatlarda shaxslarning mulklari yoki mablag'lari davlat yoki osonlik yuqori qatlamli guruh tarafidan xohlagancha xohlagan vaqtda musodara qilinishi mumkin. Yenilikqa qarshi turish. Dal buningdan burun bir narsani eskartib qo'ygim kelib qoldi. Ya'ni bizningki Sharq Turkistonning nurg'un boylarimizningki dal siyosiy jihatdan huquq kapolatga ega bo'lmaganligi uchun xohlagan vaqtida xohlagancha mol-mulk musodara qilindi. Nimishqa bizning Sharq Turkistonda Xitoyning ichki o'lkaga qaraganda Xitoyning o'lkalari qandoqroq? Chunki siyosiy jihatdan hech kim kapolatga ega emas. Nimishqa bizning Sharq Turkistonda milliardlar chiqmaydi? Chunki buning sababi dal siyosiy jihatdagi huquqning kapolatga ega bo'lmasligi. Nimishqa Xitoyda chiqadi? En azından o'ziniki millatning bir partisi. Kitob qaytib kelsak, ya'ni yangilikqa qarshi turish. Dal shu kitobda, ya'ni shu sömürgücü muassasalar yoki organlar, ya'ni iqtisodiy turoqsizlik hukmron turgan bu jamiyatlarda yangilikqa qarshi chiqildi. Yuqori qatlam guruhlari o'z huquqiga ta'sis qilish mumkin bo'lgan har qanday texnikalik yoki ijtimoiy yangiliklarga qarshi turdi. Kitob bu ahvolni
Osmanlı imperiyasida basma mashinasining kechikib qo'llanishi yoki 19 asrdagi Avstriyada poyezd yo'llarining cheklanganligi qatorliq misollar bilan tushuntirishdi. Lekin bu misollarning ba'zilari tarixiy jihatdan talash tortishliq. Yeni bir alayidagi bayliqning nachar taqsimlanishi. Sömürgüçü organlar yoki muassasalar bayliqlarni unumli ishlatishning o'rniga asonliq, ya'ni yuqori qatlam bir uchun guruhlarninki beyishi uchun ishlatadi. Bu uzun muddatli iqtisodiy turoqsizlikqa va ijtimoiy tengsizlikka, barobarsizlikka sabab bo'ldi. Kitob yana sömürgüçü organlarning misollarini Afrikadagi ba'zi zamonaviy diktatorlar, mustamlaka hokimiyatlari yoki Latin Amerikasidagi dehqonchilik iqtisodlari orqali tushuntirishtirishadi. Masalan, Nogalisning Meksika tarafidagi namoratlik sömürgüçü organlarninki veya muassasalarning natijasi ifodasi sifatida ko'rsatildi. Kitobda yana muhim bir alohidagi selektorma tahlil. Nogalis misoli. Kitob nazariyasini quvvatlash va yoqlash uchun Nogalis shahrini kishini hayron qoldiradigan bir misol qilib ishlatadi. Amerika Meksika chegarasiga joylashgan Nogalis jo'grafiyalik jihatdan o'xshash rayonda bo'lsa-mu, ikki xil davlatda ikki xil iqtisodiy natija paydo qildi. Amerika tarafidagi Nogalis sig'diruvchan organlar orqali bayashotlikda yashayotgan bo'lsa, Meksika tarafidagi Nogalis sömürgeci organlar sababidan namratlik ichida yashayotdi. Bu coğrafya yoki madaniyat qatorliq omillardan bekrak organlarning hal qilg'uch rol o'ynaydiganligini ilgari suradigan kitobning asosli dalillarining biri. Tarixiy ramka va Yevropaning gulnishi. Kitob yana G'arbiy Shimoliy Yevropaning 15-asrdan boshlab dunyo iqtisodiga hukmronlik qilishini sig'dirishchan organlarning yoki muassasalarning taraqqiyotiga bog'laydi. Asosliq Angliya ve Gollandiyada merkantilizm, burjuaziyaning gülünüşü ve parlament sistemlerinin küçüyüşü iqtisadi canlanışını aşırgan. Ama bu jarayonda Atlantik Okyan savdosi, Amerika'nın bayqilishi ve mustamlakachilik qatorliq tashqi omillarmi muhim rol o'ynagan. Kitob bu tashqi omillarni yetarlik ta'kidlamaganlik uchun tanqid qilindi. Albatta bu ikki shaxs iqtisodiyotdan bu Nobel mukofotiga erishgan, ammo bu kitobni tanqid qilganlar bu tanqid nima degan vaqtida qisqacha to'xtalay. Kitobniki dalillari kuchli bir ramka bilan ta'minlangan bo'lsa-mu, ba'zi cheklamalar va tanqidlar bor. Masalan, G'arb markazchiligi. Nazariya, kitobda tilg'angan nazariya G'arbiy Shimoliy Yevropaning tajribasini umumyuzlik bir model sifatida sunadi. Ammo Xitoy, Yaponiya yoki Osmanlı imperiyasi qatorliq o'xshamagan tarixiy va madaniyat ramkalarini tushuntirish yetarsiz qoldi, deyildi tanqidlashida. Ondan keyin kitobda jo'grafiyalik omillarga sal qarash degan fikr bor. Ya'ni kitob jo'grafiyalik omillarni, masalan, istiqbol va klimati, Amerikaning bayqilishi va tashqi harakatchanlikni, ya'ni urushlar, qo'shni davlatlarning ta'sirini ikkinchi o'rin qo'ydi. Masalan, Venetsiyaning yemilishi ishki organ masalalardan bakrak O'rta dengizning iqtisodiy markazlikdan chiqib ketish bilan tushuntirilsa bo'ldi. Kitobda berilgan yana bir tanqid iniqsiz iniqlamalar, ya'ni sig'dirishchan va sömürgüçü hukmlari keng va nihoyatda elastiklik shaklda iniqlandi. Bu nazariyaning har qanday ahvolga moslashishini keltirib chiqardi. Ya'ni bu hukmlar har qanday ahvolga sosi bo'ldi yoki tushidi degan bir ma'no bor. Masalan, 17-asrdagi Angliya sig'dirishchan deb iniqlansa-mu, kataloglarga o'xshash ba'zi guruhlar chetga qilgan. Ya'ni Angliyada hamma guruhga bir barobar fursat berilmagan. Kataloglar chetga qilingan. Tarix xatoliklar var kitapta deyildi, ya'ni tanqidlayishida bor. Kitapta ba'zi tarix xatoliklar bor. Masalan, Osmanlı imperiyasida basma mashinasini cheklanganligi degan qarash to'g'ri emas. Ispaniyaning 16-asrda iqtisodiy jihatdan ojiz bo'lganligi degan qarashmi talash tortishli. Chunki bu davrda Amerikadan kelgan kumush bilan iqtisodiy kuchga erishilgan. Ya'ni kitobning kuchli taraflari nihoyat kuchli. Masalan, deyildi. Bu kitap faqat iqtisod bilimlarida cheklanib qolmay, tarix, jamiyatshunoslik va siyosat bilimidan foydalanib, jamiyatlarning, millatlarning nima uchun o'xshamagan taraqqiyot yo'llarini tutganligi to'g'risida keng ko'lamli tahlil sundi. Abdullah davlatning boyligi va bayashotligining jo'grafiya yoki madaniyatga o'xshash an'anaviy tushuntirish shakllari bilan to'liq tushunilmaydiganligini, haqiqiy hal qiluvchi omilning sig'dirishchan yoki chetga qoqadigan organlarning, ya'ni sömürgüçü organlarning mavjudligi ekanligini aytadi. Kitapta pella ara yondashma. Ya'ni kitap taraqqiyot iqtisodiy, organ iqtisodiy, iqtisodiy tarix va siyosat bilimi sohalarini bir yerga jam qildi. O'xshamagan pallardan kelgan sonliq ma'lumotlar va nazariyalar bilan davlatning muvaffaqiyati va mag'lubiyatining
murakkabligini hal qilishni nishon qildi. Bu bundaq yondashma orqali, mushu palla o'rtasidagi hamkorlik orqali an'anaviy iqtisodiy nazariyalarni hal qilib, yengillikchan va keng ko'lamli bir tahlil o'ttirib qo'ydi. Kitobda tarixiy misollar orqali iqtisod taraqqiyotniki organ tiplari tushuntirildi. Kitobning yana bir aloyiligi bo'lsa, munozaraga ochiqlik va akademik samimiyat. Ademoğlu ve Robinson kitapning nazariyalarining tanqid qilinishiga ochiq. Kitapta coğrafya ve medeniyet qatorliq an'anaviy tezislardan boshqa o'z qarashlarini asosli shaklda yoqlash bilan birga, ya'ni boshqa fanlardan kelgan tanqidlarga javob berib, nazariyaning taraqqiy qildirishga ochiq ekanligini ko'rsatgan. Yani nazariya yepiq emas, ochiq. Ya'ni buni taraqqiy qildirish bo'ldi. Kamiyatlarni evasak, ortiqchilikni davomlashtirsak demakchi. Bu jihatda akademik munozaraga va yeni fanlarga, yangi ko'z qarashlarga ochiqlik kitobning muhim bir alohidaligi. Kitapta yana bu kitap asosli 17-19 asrdagi G'arbiy Shimoliy Yevropaning kapitallashish jarayonini tushuntirishga muvaffaqiyatli bo'lgan. Sanoat inqilobining barliqqa kelishi, sig'dirishchan siyosiy va iqtisodiy organlarning muassasalarining taraqqiyoti bilan bog'landi. Bu davrda G'arbiy Yevropada texnik sig'diruvchan organlarning gullanishi, yangilik yaratish va iqtisodiy o'sishning yo'lini ochgan. Misal o'rinda Angliyaning baldur tuzilgan liberal organlari va ularning sanoatlashishga bo'lgan ta'siri tafsili bayon qilingan. Kitap faqat iqtisodiy muvaffaqiyatni emas, balki davlatlarningki, jamiyatlarning, millatlarning yemirilishini tushuntirishdir. Davlatlarning yoki madaniyatlarning yemirilishi o'zgarayotgan sharoitga moslashmaydigan organlarning mavjudligiga bog'lanadi. Masalan, bir tuzumning boshda muvaffaqiyatli bo'lishi u yuqori qatlam guruhlarning bu tuzumni qo'g'dash xohishini keltirib chiqardi. Ammo yangi texnikalik yoki iqtisodiy sharoit paydo bo'lganda bu asonliq yuqori qatlam guruhlari o'zgarishga, yangilikqa qarshi turdi va bumi yemirilishni tezlatdi. Kitob bu harakatchanlikni Rim imperiyasi, Osmanlı imperiyasi yoki Ispaniya qatorliq misollar bilan tushuntirishtirsa, bu misollarning tarixiy to'g'riligi talash tortishliq. Shundaqla kitob sömürgüçü organlar hukmronlik qilgan jamiyatlarga qilingan tashqi yordamlarning bu asonliq huquqlar guruhlarining huquqni mustahkamlashi mumkinligiga o'xshash talash-tortishlar xulosasini ko'rsatdi. Masalan, Afrikadagi ba'zi davlatlarga qilingan yordamlarning sömürgüçü asonliq guruhlari orqali tarqatilishi xalqning bayashatligiga to'pi qo'shish emas, dal mushu asonliq guruhlarniki beyishni kafolatlantirishi mumkin. Ya'ni Afrika davlatlari o'xshash bu davlatlar sirtdan kelgan yordamlarni shu siyosatchilarning qo'llariga tarqatgan bo'lg'achqa, ya'ni bu davlatlar har qancha yordam bo'lsa-mu, ya'ni beyimaydi, xalq namratlik ichida yashayveradi degan gap. Chunki dal mushu namratlikni shu ustidagi asonliq yuqori qatlam siyosiylar ashliq xohlaydi. Chunki o'zlariniki beyish uchun yoki qudrat tepish uchun. Xulosalab aytganda, bu kitob davlatlarning iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlarini yoki mag'lubiyatlarini tushuntirish uchun organlarning va muassasalarning roliga markazlashgan kuchli va unumli ta'sirli bir nazariy ramka taqdim qildi. Sig'diruvchan organlarning muassasalarning iqtisodiy gullanishini, yangilik yaratishni va ijtimoiy bayashatlikni qo'llaydiganligini, siyosiy qarorlarningki, siyosiy qatnashchanlikningki keng doirada tarqalishini qo'llaydiganligini, sömürgüçü organlarning muassasalarining bo'lsa, barobarsizlikni, tengsizlikni, namratlikni, turaqsizlikni keltirib chiqaradiganligi qarshi yoki tezisi asosli G'arbiy Shimoliy Yevropaning 17 va 19 asrdagi kapitallashish jarayonini tushunishda intayin muvaffaqiyatli. Deb o'tganimizdek, nazariya umumyuzlik bir model sifatida sunilganda, o'xshamagan jo'g'rafiyalarda, masalan, Xitoy, Osmanlı, Afrika ve tarixiy ramkalar yetersiz qoldi. Bu tanqidlardan birisi albatta. Coğrafiyalik ve medeniyetlik ve tashqi omillarning sal qarashi nazariyalarning umumlashtirilishchanligini cheklaydi. Shundaqmi palla ara hamkorlik yondashmasi, akademik samimiyati va munozarani ilhomlantiradigan qurilmasi bilan ijtimoiy palla sohasida nihoyatda muhim bir tuhfa sundi. Kitob G'arbiy Shimoliy Yevropaning kapitallashish hikoyasini tushunish uchun kuchli bir qurol bo'lsa-mu, umumyuzlik bir resept bo'lishdan bekrak belgilik bir tarix va jo'rabiylik ramkachida texim yaxshi ijro bo'ldi. Hammanglarga rahmat.